Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunov Zohidjon. Mana bugun Farg'ona viloyati Buvayda tumani mashhur Komintern xalq tilida o'zi rasmiy nomi Dehqonobod qishlog'idamiz. Bu yerda konteyner mahsulotlar ishlab chiqaradigan sex bor. O'zimizga qarashli, o'zimizda yaqin qarindoshimiz. Shuni video obzorga ko'rib chiqamiz. Narxlari juda ham yaxshi, qulay narxlarda. Bu yerda asosan bir g'ildiroqli aravalar ishlab chiqarishyapti va chorva uchun o'g'irlar, karitalar hamda ko'llar uchun qayiqlar ham ishlab chiqaryapti. Barchasi narx-navosi bilan ko'rib chiqamiz. O'zlari ishlab chiqaruvchi Azamat tog'am bo'ladi. Videoga chiqishni istashmadi. Shuning uchun narxlar so'rab oldim barchasini. Aravalar bo'lish qancha qilib beramiz? 420 ming atrofida sotilayotgan turgan aravalarni mana 420 ming so'mga tayyorlab berishlar mumkin ekan. Balonlar skuter balon, ha? Skuter balon, soflari konteyner sop. Konteyner sop bilamiz, uncha-munchaga chirinmaydigan materialdan bo'ladi. 420 ming so'mdan mana ko'rib turganimizdek, optim holatda ishlab chiqarishyapti ekan. Mana 300 litr atrofida suv eltadigan bu atala qozon. Ichi avalni bo'ladi. 700 ming so'm baho aytishyapti. O'choqlar bilan tayyor holatda mana sifati zo'r chiqdi. Karitalar bor ekan. Karitalar qancha qilib beramiz? Karitani 530 ming. 530 ming so'm beriladi. 560 ming edi bu. Mana 30 ming so'm tushib qoldi narxi. Xo'p, o'g'irlarimizchi? O'g'irlar 430 ming. Ha, 430 ming, 420 ming. 400 mingdan tortib bor ekan barcha turidan. Xo'p, bu yerda mana ko'rib turganimizdek optim holatda zakatopkalarni ham qilib qo'yishibdi. Zakatopkasini ham sotaveradi. O'zimiz borib svorka qilib olamiz desalang, mana aravani bovlari. Zakatopkasi shu usta haqini aytib tashlaysizlar. Chiroyli holatda uni ham tayyorlab berishlar mumkin bo'ladi. Mana bu joyda mana g'ildiragi yo'qlari. G'ildiragini o'zimiz qo'yib olamiz, olib ketgani qulay bo'ladi desalang ham bu holatda ham bor ekan. Mana bu yana 300 litrli atala qozonimiz. Bu ham zo'r, xohlasa suv tommaydi. Atalarimizni tez fursatda qaynatib beradigan qozon. 1 tonnali bochka ham bor ekan. 1 tonna 200 atrofida ekan. 1 million 100 ming atrofida ekan. Uncha-muncha kelishtirib beriladi ekan mana o'zlari. Bundan tashqari paddon mahsulotlari ham bor. O'zlari eskidan konteyner kesishadi. Paddonga ham aloqaga chiqaverasizlar. Ha, undan tashqari qayiqlar ham ishlab chiqarishyapti ekan. Qayiqda ham ko'rib o'tamiz. Mana ko'l chakalarimiz uchun qayiq mahsulotlarini ham ishlab chiqarishyapti ekan. 1 million 200 ming so'm ekan narxi. Standart qayiq bu. Aytga eshkagini qo'yib bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda ip bilan baylab sohilga qo'yib qo'yasiz. Yaxshi tozaliklarni qilishyapti. Chaklarni kraska qilib qo'yishgan. Sifati xudo xolasa yaxshi. 1 million 200 mingdan cheklanmagan miqdorda esa berishlar mumkin. Xom o'g'irlarimiz ham bor ekan. Mana 300 mingdan 330 mingga qadar mol o'g'ir, qo'y o'g'ir barchasini xom holatda ham ishlab chiqarib berishlari mumkin bo'ladi. Undan tashqari bu yerda konteynerdan chiqqan mahsulotlarimizdan bor 5 ga 10 profil. Qancha bo'lyapti bu? 100 ming 225 uzuni 120 ming so'm ekan. Bu ham xudo xolasa sifati. Lagerlar qancha? Lager 80 ming, ha? 80 ming atrofida berishyapti ekan. Konteyner mahsulotlari. Turbalari uzuni 65 ming, kaltasi 50 ming ekan. Turbaga ham aloqaga chiqaverasizlar. Konteyner pollari bor ekan, mana maydalari 80 mingdan kvadrat ekan. Tushib ketibdi, narx-navosi juda ham xudo xolasa yaxshi. Qovurg'ali lagerlarimiz bor ekan. 85 ming ekan bir donasi. Aloqaga chiqsangiz bundan ham zo'rlab tayyorlab berishlari mumkin. Bir-biriga ulab berishlari ham mumkin. Uyda tagidagi pol tagi lagerga ham zo'r ish beryapti bu, bilamiz. Sifati yaxshi. Xo'p, mana butun konteynerlarda kesish jarayonlari bo'lyapti mana bu joylarda. Konteynerda qanaqa material kerak bo'lsa ham aloqaga chiqsangiz, ismlari Azamatjon. Yaxshi namoson inson. Narx-navolarni albatta chiroyli holatda qilib beradi. Bundan tashqari domik uylar ham bor. Sheriklari qilyapti domik uyni. Telefon qilsangiz domik uylar ham tayyorlab berishlari mumkin bo'ladi. Mana. Xohlasa. Manzil juda ham qulay lokatsiyada. Yangi Qo'rg'on klubidan kelaverishda Met kollej bor. Met kollejdan o'tgandan chap qo'lga Oyim qishloq burilishida 700 metr atrofida yurganimizda 10 qo'lda keladi bu ishxona.
ichkarida bo'lgani uchun narx-navolarni rosa ham arzon narxda qilib berishadi. Hozir aytib o'tilmagan narx-navolar bo'lsa, albatta telefon qilsangiz, narxlarni bilib, buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Dastavkalarni kelishilgan holatda tayyorlab berishadi. Mana shunday narsalar bor. Agar sizga nimadir kerak bo'lsa, o'zlarida material bor. Aloqaga chiqsangiz, buyurtma asosida ham tayyorlab berishlari mumkin. O'zlaridan qo'ldan svorka keladi. Bundan tashqari shu do'konda nima bo'lsa sotishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, videoga like bosib va shunaqa arava, qayiq, o'xir istab yurgan akalarga videoni ulashib qo'yishni esdan chiqarmang. Keyingi videolar albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat barchaga.